Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun siz bilan har bir nafaqaxo'r uchun, shuningdek nafaqaxo'r yaqinlari bo'lgan barcha yurtdoshlarimiz uchun o'ta muhim bo'lgan bir masalani batafsil ko'rib chiqamiz. Agar siz davlat nafaqasini olayotgan bo'lsangiz ham, oilangizning moddiy ahvolini yaxshilashmoqsangiz ham, bu xabarni oxirigacha diqqat bilan tinglashingiz shart. Yaqin vaqt ichida joriy qilinadigan yangi qoidalar ko'pchilik nafaqaxo'rlar uchun jiddiy moliyaviy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Ba'zi faoliyat turlari yoki daromad manbalari endilikda qat'iy nazoratga olinadi va noto'g'ri harakatlaringiz nafaqangizning qisqartirilishiga yoki hatto butunlay to'xtatilishiga sabab bo'lishi mumkin. Bu cheklovlar kimlarga ta'sir qiladi? Qanday qilib o'zingizni himoya qilish kerak? Qaysi hollarda xavotirlanishga hojat yo'q? Bularning barchasini juda batafsil tushuntiraman. Shu sababli iltimos, hoziroq kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing. Chunki siz hozir eshitadigan ma'lumotlar nafaqat buguningiz, balki kelajagingiz uchun ham fundamental ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Muammoning mohiyati keling, avvalo vaziyat qanday bo'lgan va hozir nimalar o'zgarayotgani haqida so'zlashsak. Oldinlari ko'plab nafaqaxo'rlar, agar ular rasman ishlamasalar, qonunchilik doirasida qo'shimcha daromad topish imkoniyatiga ega edilar. Ko'pincha bu daromadlar norasmiy tarzda, ya'ni hech qanday hujjatlashtirish va soliq to'lovlari bo'lmagan holda olinardi. Masalan, qo'lga naqd pul olish orqali xizmat ko'rsatish, kichik hunarmandchilik mahsulotlarini sotish, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini bozorda realizatsiya qilish yoki shaxsiy avtomobilda odamlarni tashish kabi faoliyat turlari keng tarqalgan edi. Bu faoliyatlardan olingan daromadlar ko'pincha davlat organlari tomonidan nazorat qilinmasdi va nafaqaga hech qanday ta'sir ko'rsatmasdi. Aksariyat nafaqaxo'rlar bu daromadlarni oila byudjetiga qo'shimcha yordam sifatida qabul qilar edilar. Va ko'pincha bu ularning yashash tarzini sezilarli darajada yaxshilashga xizmat qilardi. Davlat pensiya va nafaqa tizimi asosan shaxsning rasmiy ish staji va ish haqi asosida qurilgan bo'lib, norasmiy daromadlar bu tizimning asosiy e'tiborida emas edi. Ammo hozir vaziyat butunlay o'zgarmoqda. Davlat byudjetining samaradorligini oshirish, ijtimoiy adolatni ta'minlash, nafaqa tizimidagi suiiste'molliklarning oldini olish va haqiqatda muhtoj bo'lgan shaxslarga yordamni aniqroq yo'naltirish maqsadida yaqinda yangi qonunchilik aktlari qabul qilindi. Bu aktlarga ko'ra endilikda nafaqaxo'rlar tomonidan olinayotgan barcha turdagi daromadlar, jumladan ilgari norasmiy hisoblangan daromadlar ham qattiq nazorat ostiga olinadi. Davlat, ayniqsa pul o'tkazmalari, bank kartalari orqali amalga oshirilgan tranzaksiyalar va onlayn to'lovlar kabi raqamli izlarni kuzatish qobiliyatini sezilarli darajada oshirmoqda. Bu degani ilgari ko'rinmas bo'lgan pul harakatlari endilikda shaffofroq bo'ladi. Asosiy o'zgarish shundaki, agar nafaqaxo'rning rasmiy nafaqa miqdoridan tashqari qo'shimcha daromadi ma'lum bir chegaradan oshsa, uning nafaqasi qisman yoki to'liq to'xtatilishi mumkin. Buni oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsak, davlat shunday tamoyilga amal qilmoqda. Agar siz nafaqa olish huquqiga ega bo'lsangiz, ayni paytda yetarli darajada qo'shimcha daromad topayotgan bo'lsangiz, davlat sizga beriladigan yordam miqdorini kamaytirishi yoki uni butunlay qayta ko'rib chiqishi mumkin. Bu albatta hamma nafaqaxo'rlar uchun emas, balki aynan ma'lum bir moliyaviy chegarani kesib o'tganlar uchun taalluqli bo'ladi. Shu orqali davlat resurslari haqiqatda kam ta'minlangan va muhtoj bo'lgan nafaqaxo'rlar uchun yanada samaraliroq yo'naltiriladi. Bu yangilikning asosiy maqsadi nafaqa tizimining shaffofligini oshirish va har bir fuqaroning moliyaviy ahvolini inobatga olgan holda adolatli yondashuvni ta'minlashdir. Batafsil tahlil, nimalarni bilish kerak, kim xavotirlanishi kerak va kim xavotirlanishi shart emas, endi bu o'zgarishlarni batafsil tahlil qilaylik. Birinchidan nimalarni bilish kerak? Davlat endilikda sizning barcha daromadlaringizni, jumladan rasmiy ish haqingizdan tashqari boshqa manbalardan olingan pul oqimlarini ham faol ravishda kuzatib boradi. Bu monitoring tizim bir nechta manbalardan ma'lumotlarni birlashtirish orqali amalga oshiriladi. Bank operatsiyalari, bank kartalaringizga keladigan pul o'tkazmalari, elektron hamyonlarga tushgan mablag'lar diqqat bilan tahlil qilinadi. Muntazam va katta miqdordagi tushumlar ayniqsa e'tiborni tortadi. 2. Soliq deklaratsiyalari. Agar siz rasman o'zini o'zband qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz yoki tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanayotgan bo'lsangiz,
soliq organlariga topshirilgan deklaratsiyalar ma'lumot manbai bo'ladi. 30. Ma'lumot almashinuvi. Turli davlat idoralari, pensiya jamg'armasi, soliq qo'mitasi, bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi va boshqa tegishli organlar o'rtasida ma'lumot almashinuvi yanada kuchaytiriladi. Bu degani bir idorada mavjud bo'lgan ma'lumotlar boshqa idora uchun ham ochiq bo'ladi. Chirt. Raqamli platformalar, onlayn e'lonlar saytlari, ijtimoiy tarmoqlardagi savdo sahifalari va xizmat ko'rsatish platformalari orqali amalga oshirilayotgan faoliyatlar ham bilvosita nazoratga olinishi mumkin. Kim xavotirlanishi kerak? Asosan o'zining rasmiy nafaqasi miqdoridan tashqari muntazam ravishda va sezilarli miqdorda norasmiy daromad topayotgan nafaqaxo'rlar xavotirlanishi lozim. Bular quyidagi toifadagi shaxslar bo'lishi mumkin. Qo'shimcha daromad topish maqsadida norasmiy ravishda xizmat ko'rsatayotganlar, masalan, o'quvchilarga repetitorlik qilish, sartaroshlik, tikuvchilik, avtomobil ta'mirlash kabi xizmatlarni rasmiy ro'yxatdan o'tmasdan ko'rsatayotganlar. Mulkiy daromad olayotganlar, o'zining ko'chmas mulkini, kvartira, garaj, do'kon yoki avtomobilni ijaraga berib, bu daromadni soliq organlarida rasmiylashtirmagan shaxslar. Qishloq xo'jaligi yoki hunarmandchilik mahsulotlarini sotib, daromadni deklaratsiya qilmaganlar. Bozorlarda yoki xususiy tarzda mahsulot sotayotgan, ammo buning uchun rasmiy ro'yxatdan o'tmagan nafaqaxo'rlar. Onlayn faoliyat bilan shug'ullanayotganlar. Ijtimoiy tarmoqlar orqali savdo-sotiq qilib, pul o'tkazmalari orqali to'lovlarni qabul qilayotganlar. Kim xavotirlanishi shart emas. Aksincha, bir necha toifadagi nafaqaxo'rlar bu o'zgarishlardan xavotirlanishlari shart emas. Faqat davlat nafaqasi bilan yashayotganlar, ya'ni rasmiy pensiya yoki nafaqadan boshqa hech qanday daromad manbaiga ega bo'lmagan shaxslar, kichik miqdordagi va bir martalik daromadga ega bo'lganlar. Masalan, biror qarindoshidan bir martalik sovg'a yoki moddiy yordam olganlar yoki mavsumiy juda kam miqdordagi daromad keltiradigan biror ishni bajarganlar. Davlatning e'tibori asosan muntazam va sezilarli daromadlarga qaratilgan. Rasmiy ravishda ro'yxatdan o'tgan holda ishlayotganlar, agar siz rasman ish joyiga ega bo'lsangiz va barcha soliq va ijtimoiy to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirayotgan bo'lsangiz, hammasi joyida. Faqat shuni unutmaslik kerakki, bunday holda sizning umumiy daromadingiz ma'lum bir chegaradan oshsa, nafaqangiz qayta ko'rib chiqilishi mumkin, lekin bu norasmiy faoliyat kabi jarimalarga olib kelmaydi. Endi esa bu qoidalar qanday ishlashini tushunish uchun bir nechta aniq misollarni ko'rib chiqaylik. Bir misol: hunarmand Bibixonim. Bibixonim 7 yoshli nafaqaxo'r, qo'l mehnati bilan shug'ullanadi va o'zi to'qigan sholchalar, sovg'alik buyumlar sotadi. Uning davlat pensiyasi har oyda 20 million so'm. Bibixonim bozorga haftada 1-2 marta chiqib, o'rtacha oyiga 20 million so'm daromad topadi. Bu daromadni u naqd pulda oladi va hech qanday soliq organida ro'yxatdan o'tmagan. Uning umumiy oylik daromadi 2,10 million so'mga yetadi. Agar yangi qoidalar bo'yicha qo'shimcha daromadning chegarasi, masalan, minimal iste'mol xarajatlarining 2 barobar, ya'ni taxminan 2 million so'm qilib belgilansa, Bibixonimning umumiy daromadi bu chegaradan oshadi. Bunday holatda, agar davlat Bibixonimning norasmiy daromadlarini aniqlasa, masalan, uning muntazam bozor faoliyati haqida ma'lumot kelib tursa, uning nafaqasini qisman qisqartirish yoki hattoki vaqtincha to'xtatish haqida masala ko'rib chiqilishi mumkin. Agar Bibixonim o'z faoliyatini o'zi band qilgan shaxs sifatida rasmiylashtirib, soliq to'lasa, u qonun doirasida ishlayotgan bo'ladi. Lekin umumiy daromadi pensiyaga ta'sir qiladigan chegaradan oshsa, baribir pensiya masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. Ikki misol: Olim aka, iste'fodagi o'qituvchi. Olim aka 65 yoshda nafaqaga chiqqanidan so'ng ham bo'sh o'tirmay, yoshlarga repetitorlik qiladi. Uning pensiyasi ilk biri 2 million so'm. Olim aka bir nechta o'quvchi bilan onlayn darslar o'tib, ulardan har oyda bank kartasiga 2 million so'm atrofida pul o'tkazmalarini qabul qiladi. Bu daromad uchun Olim aka hech qanday soliq deklaratsiyasi topshirmaydi. Uning umumiy daromadi 2 million so'mga yetadi. Bu miqdor albatta sezilarli. Bank o'tkazmalari orqali tushgan pul harakatlari davlat uchun shaffofdir. Agar bank xodimlari yoki soliq organlari Olim akaning kartasiga muntazam ravishda kelayotgan katta miqdordagi o'tkazmalarga e'tibor qaratsalar, ular bu daromadning manbasini so'rashlari mumkin. Agar Olim aka o'z faoliyatini rasmiylashtirmagan bo'lsa va bu daromad chegara miqdoridan oshib ketsa, uning nafaqasi qisqartirilishi xavfi mavjud. O't misol: Botir aka, kvartira ijarachisi. Botir aka 68 yoshda
o'zining ikkinchi kvartirasini talabalarga ijaraga beradi. Uning pensiyasi 900 ming so'm. Kvartiradan oyga 3 million so'm ijara haqi oladi. Ammo bu daromadni soliq organlarida rasmiylashtirmagan. Ijara haqi har oyda naqd pulda yoki bank o'tkazmasi orqali qabul qilinadi. Uning umumiy daromadi 3,9 million so'm. Bu juda katta miqdor. Qo'shchiq mas'ul ijarasi bo'yicha daromadlar soliqqa tortilishi shart. Agar davlat Botir akaning bu faoliyatini aniqlasa, unga nafaqani qisqartirishdan tashqari o'tgan davrlar uchun to'lanmagan soliqlar va jarimalar ham qo'llanilishi mumkin. Bu albatta eng jiddiy holatlardan biri hisoblanadi. Bu misollar shuni ko'rsatadiki, davlatning nazorat mexanizmlari kuchaymoqda va norasmiy daromadlar endilikda e'tibordan chetda qolmaydi. Muhim chegara miqdori hukumat tomonidan belgilangan bo'lib, bu minimal iste'mol xarajatlari, minimal ish haqi yoki o'rtacha ish haqi kabi ko'rsatkichlarga bog'liq bo'ladi. Bu chegara nafaqaxo'rlar uchun qo'shimcha daromad topishni mutlaqo taqiqlamaydi, balki adolatli taqsimotni ta'minlash va haqiqiy ehtiyojmandlarga yordam berishni ko'zlaydi. Istisnolar, tuzoqlar va noaniq jihatlar har qanday qoida tizimida bo'lgani kabi, bu yangi tartibda ham o'ziga xos istisnolar, e'tibor berish lozim bo'lgan tuzoqlar va noaniq jihatlar mavjud. Keling, ularni birma-bir ko'rib chiqaylik. Istisnolar. Ba'zi turdagi daromadlar sizning umumiy daromadingizni hisoblashda inobatga olinmasligi mumkin. Bu esa sizga qulaylik yaratadi. Oilaviy yordam va sovg'alar. Agar sizga yaqin qarindoshlaringiz, farzandlaringiz, nabiralaringiz muntazam ravishda moddiy yordam ko'rsatsalar yoki bayramlarda, tug'ilgan kunlarda sovg'alar berishsa, bu odatda daromad sifatida hisoblanmaydi. Muhimi, bu o'tkazmalar xizmat haqi yoki savdo daromadi sifatida ko'rinmasligi kerak. Bank o'tkazmalarida qarindoshlik yordami, sovg'a kabi izohlarni yozish maqsadga muvofiq bo'ladi. 2. Bank depozitlaridan olingan foizlar. Agar sizning kichik miqdordagi jamg'armalaringiz bank depozitlarida saqlansa va ulardan oz miqdorda foiz daromadi olsangiz, bu ham ko'pchilik hollarda pensiyangizga ta'sir qilmaydi. Ammo agar bu foizlar juda katta miqdorda bo'lsa, ya'ni juda katta depozitdan keladigan bo'lsa, u holda bu masala alohida ko'rib chiqilishi mumkin. Bir martalik va g'ayritabiiy daromadlar. Masalan, lotereyada kichik yutuq yutgan bo'lsangiz yoki biror eski buyumingizni bir martalik sotgan bo'lsangiz, bu ham muntazam daromad hisoblanmaydi. Davlatning asosiy e'tibori sizning doimiy va muntazam ravishda oladigan daromadlaringizga qaratilgan. 4. Nogironligi bo'lgan shaxslar uchun maxsus holatlar. Nogironligi bo'lgan nafaqaxo'rlar uchun agar ular qo'shimcha daromad topsalar ham, ularning nafaqasini saqlab qolish yoki maxsus imtiyozlar berish bo'yicha alohida qoidalar mavjud bo'lishi mumkin. Bu holatlar ko'pincha individual tarzda ko'rib chiqiladi va insonning ehtiyojlari va imkoniyatlari inobatga olinadi. Tuzoqlar, e'tiborsizlik yoki ma'lumotsizlik tufayli yuzaga kelishi mumkin bo'lgan jiddiy muammolar. 1. Qoidalarni noto'g'ri tushunish eng katta tuzoq. Bu yangi qoidalarni to'liq tushunmaslik yoki eshitgan ma'lumotlarga yuzaki yondashish. Natijada sizga tegishli bo'lmagan cheklovlarni o'zingizga tatbiq etishingiz yoki aksincha, sizga taalluqli bo'lgan qoidalarni e'tiborsiz qoldirishingiz mumkin. Rasmiy manbalardan ma'lumot olish juda muhim. 2. Daromadni yashirishga urinish. Ba'zi nafaqaxo'rlar daromadlarni yashirishga urinib, naqd pulda ishlash yoki pul o'tkazmalarini bir nechta shaxs orqali amalga oshirish kabi yo'llarni tanlashlari mumkin. Ammo hozirgi sharoitda raqamli kuzatuvning kuchayishi bilan bunday harakatlar tezda aniqlanishi va nafaqani yo'qotishga, balki jarimalarga va boshqa huquqiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. 3. Eski ma'lumotlarga tayanish. O'tmishda norasmiy daromadlar uchun jiddiy nazorat bo'lmagani rost, ammo hozir vaziyat butunlay o'zgarmoqda. Eski tajribaga tayanib hech narsa bo'lmaydi deb o'ylash xatodir. Davlat apparati bu masalada yanada jiddiy yondashmoqda. 4. Qarindoshlardan kelgan pul o'tkazmalarining noto'g'ri talqini. Agar sizga chet elda ishlayotgan farzandingiz muntazam ravishda katta miqdorda pul yuborsa, bu o'tkazmalarga tadbirkorlik faoliyati uchun yoki xizmat haqi kabi izohlar yozilsa, bu daromad sifatida talqin qilinishi mumkin. Shu sababli o'tkazma izohlariga e'tibor berish lozim. Noaniq jihatlar bu yangi tizimning ba'zi jihatlari hali to'liq oydinlashmagan bo'lishi mumkin yoki kelajakda aniqlik kiritilishi talab qilinadi. 1. Muhim chegara miqdori. Hozirgi kunda bu chegaraning aniq miqdori qancha bo'lishi va u qanday mezonlar asosida belgilanadi. Minimal iste'mol xarajatlari, minimal ish haqi va hokazo bu jihatlar rasmiy ravishda e'lon qilinadi.
Shu sababli bu ma'lumotni muntazam kuzatib borish muhim. 2. Rasmiy ishlayotgan nafaqaxo'rlar. Agar nafaqaxo'r rasman ish joyiga ega bo'lsa va soliq hamda ijtimoiy ajratmalar to'lasa, uning pensiyasi miqdorini qayta ko'rib chiqish mexanizmi aniq belgilanadi. Ba'zi mamlakatlarda rasmiy ishlayotgan nafaqaxo'rlar uchun pensiyaning ma'lum bir qismi to'lanmaydi yoki kamaytiriladi. O'zbekistonda ham shunga o'xshash tartib joriy qilinishi mumkin, ammo bu norasmiy daromad kabi jarimalarga olib kelmaydi. Asosiysi, rasmiylashtirilgan daromadlar to'g'ri hisobga olinadi. O'tish jarima mexanizmlari agar norasmiy daromad aniqlansa, pensiya qisqartirilishidan tashqari qanday jarimalar qo'llanilishi mumkinligi ham ochiqlanadi. Bu to'lanmagan soliqlar va penya uchun jarimalarni o'z ichiga olishi mumkin. 4. Ma'lumotlarning himoyasi va maxfiyligi. Davlat organlari tomonidan shaxsiy ma'lumotlarning yig'ilishi va tahlili jarayonida fuqarolarning shaxsiy hayoti daxlsizligi qanday ta'minlanishi va ma'lumotlar xavfsizligi qanday kafolatlanishi ham muhim savollardan. Bularning barchasi nafaqaxo'rlarimizdan yanada diqqatli bo'lishni, qonunchilikdagi yangiliklarni muntazam kuzatib borishni va har qanday shubhali vaziyatda mutaxassislarga murojaat qilishni talab qiladi. Amaliy maslahatlar, nima qilish kerak? Endi esa eng muhim qismga, ya'ni bu vaziyatda nima qilish kerakligi haqidagi amaliy maslahatlarga o'tsak. Sizning moliyaviy barqarorligingizni ta'minlash va kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarning oldini olish uchun aniq qadamlar qo'yish zarur. Quyida sizga bir nechta aniq ko'rsatmalar beraman. Mil. Qoidalarni to'liq tushunib oling. Birinchi va eng muhim qadam bu yangi qoidalarni to'liq tushunishdir. Shoshilmasdan rasmiy manbalardan ma'lumot oling. Bular Pensiya jamg'armasi sayti. O'zbekiston Respublikasi Pensiya jamg'armasining rasmiy veb saytida barcha yangiliklar va qonunchilik aktlari e'lon qilib boriladi. Saytni muntazam kuzatib boring. Davlat xizmatlari markazlari. Yaqin atrofdagi davlat xizmatlari markaziga tashrif buyurib, mutaxassislardan shaxsan maslahat olishingiz mumkin. Ular sizning savollaringizga aniq javob berishga majbur. Soliq qo'mitasi, agar siz tadbirkorlik faoliyati yoki o'zini band qilish bo'yicha savollaringiz bo'lsa, soliq qo'mitasining mahalliy bo'limlariga murojaat qiling. Ularning telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib yoki saytidagi onlayn maslahat xizmatidan foydalanishingiz mumkin. Rasmiy hukumatga tegishli gazeta, jurnallar va televideniye yangiliklarini kuzatib boring. Yangi qoidalar haqida batafsil tushuntirishlar berilishi mumkin. O'zingizning aniq vaziyatingizga qarab, qanday daromadlar pensiyaga ta'sir qiladi va qanday miqdorlar chegarani tashkil qiladi, shularni aniqlashtirib oling. 2. Barcha daromad manbalaringizni baholang. Sizning hamma daromad manbalaringizni ro'yxatini tuzing. Bu juda muhimdir. Rasmiy pensiya nafaqa oyiga qancha olasiz? Rasmiy ish joyi agar mavjud bo'lsa, ish haqingiz miqdori. Norasmiy daromadlar, har oyda yoki muntazam ravishda qaysi faoliyatlardan qancha pul topasiz? Masalan, repetitorlikdan oyiga so'm, kvartira ijarasidan oyiga, hunarmandchilik mahsulotlarini sotishdan oyiga so'm, taksi haydashdan oyiga so'm, qishloq xo'jalik mahsulotlarini sotishdan oyiga so'm. Barcha daromadlarni hisoblab chiqing va ularning umumiy miqdorini aniqlang. Keyin bu miqdorni davlat belgilagan muhim chegara bilan solishtiring. 3. Agar norasmiy daromadingiz bo'lsa, uni rasmiylashtiring. Agar sizning norasmiy daromadingiz yuqorida aytib o'tilgan muhim chegaradan oshishi ehtimoli bo'lsa, darhol uni qonuniylashtirish choralarini ko'ring. Buning bir nechta yo'li bor. O'zini o'zban qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tish. Bu eng oson va afzal yo'llardan biri. O'zini o'zban qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tish juda ko'p afzalliklarga ega. Qonuniy ishlaysiz va hech qanday jarimalardan qo'rqmaysiz. Minimal soliq to'lovlari ko'pchilik faoliyat turlari uchun soliq miqdori juda past. Rasmiy ish stajiga ega bo'lish, to'langan ijtimoiy to'lovlar hisobiga kelajakda pensiyangiz qayta hisoblanishi mumkin. Buning uchun davlat xizmatlari markaziga yoki soliq qo'mitasining mobil ilovasi orqali murojaat qilishingiz mumkin. Yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tish, agar sizning faoliyatingiz kengroq ko'lamda bo'lsa va bir matlarni o'z ichiga olsa va bir necha xizmatlarni o'z ichiga olsa, yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tish haqida o'ylab ko'ring. Bu biroz murakkabroq bo'lishi mumkin, ammo bu sizning faoliyatingizni to'liq qonuniylashtiradi. 4. Barcha daromadlarni soliq organlariga deklaratsiya qiling. Agar sizning rasmiy daromadingizdan tashqari boshqa daromadlaringiz mavjud bo'lsa, masalan,
mulk ijarasidan ularni har yili soliq deklaratsiyasida ko'rsatishingiz shart. Qayerga borish kerak? Mahalliy soliq inspeksiyasiga shaxsan borishingiz mumkin. Qanday hujjatlar kerak? Shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat, daromad manbalari haqidagi ma'lumotlar, masalan, ijara shartnomasi, bank hisob-orol ko'chirmasi, qanday yozish kerak? Soliq inspeksiyasi xodimlari sizga deklaratsiyani to'ldirishda yordam berishadi. Shuningdek, MySoligus portali orqali onlayn deklaratsiya topshirish imkoniyati ham mavjud. Bu portalda qadam-qadam ko'rsatmalar berilgan. 5. Qarindoshlardan olingan yordamni aniq qilib ko'rsating. Agar sizga farzandlaringiz, nabiralaringiz yoki boshqa yaqin qarindoshlaringiz muntazam ravishda moliyaviy yordam ko'rsatsa, bank o'tkazmalarida moddiy yordam, ota-onaga yordam, sovg'a kabi izohlarni qoldirishni so'rang. Bu kelajakda pul oqimlarining noto'g'ri talqin qilinishini oldini oladi. Bunday yordamlar daromad hisoblanmaydi, ammo izohning aniq bo'lishi muhim. 6. Doimiy ravishda ma'lumotlarni yangilab boring. Qonunchilik tez-tez o'zgarib turadi. Shu sababli pensiya jamg'armasi, soliq qo'mitasi va davlat xizmatlari markazlarining rasmiy yangiliklarini muntazam kuzatib boring. Ushbu videoda berilgan ma'lumotlar bugungi kunda dolzarb bo'lsa-da, kelajakda qo'shimcha o'zgarishlar kiritilishi mumkin. Kanalimizga obuna bo'lish orqali siz doim dolzarb ma'lumotlarga ega bo'lasiz. 7. Agar pensiyangiz to'xtatilsa yoki qisqartirilsa nima qilish kerak? Agar sizning pensiyangiz kutilmaganda qisqartirilsa yoki butunlay to'xtatilsa vahimaga tushmang. Sizning apellyatsiya berish huquqingiz bor. Qayerga borish kerak? Birinchi navbatda sizga xizmat ko'rsatuvchi pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qiling. Yozma ariza bilan murojaat qiling va vaziyatni batafsil tushuntiring. Qanday hujjatlar kerak? Sizning barcha daromadlaringizni tasdiqlovchi hujjatlar agar mavjud bo'lsa, bank ko'chirmalari, agar moliyaviy yordam olgan bo'lsangiz, daromadlaringiz yo'qligini isbotlovchi boshqa dalillar. Qanday yozish kerak? Arizangizda pensiyangizning qisqartirilishi yoki to'xtatilishi sababini so'rang va o'zingizning daromadlaringiz haqida to'liq ma'lumot bering. Agar siz norasmiy daromad topmagan bo'lsangiz, buni aniq ko'rsating va dalillaringizni taqdim eting. Agar pensiya jamg'armasi bilan kelisha olmasangiz, yuqori turuvchi tashkilotlarga, masalan, Adliya vazirligi huzuri davlat xizmatlari agentligi, xalq qabulxonalari yoki sudga murojaat qilish huquqingiz bor. Xulosa va yakuniy taklif. Xulosa qilib aytganda, aziz do'stlar, ushbu yangi qoidalar nafaqaxo'rlar uchun moliyaviy barqarorlikni saqlashda muhim ahamiyatga ega. Davlatning maqsadi nafaqa tizimini yanada adolatli va shaffof qilish, haqiqatda muhtoj bo'lganlarga yordamni to'g'ri yo'naltirish. Bu albatta ayrim nafaqaxo'rlar uchun o'z turmush tarzini qayta ko'rib chiqishni va moliyaviy faoliyatini tartibga solishni talab qiladi. Shuni unutmangki, har bir fuqaro qonun oldida tengdir va barcha daromadlarni rasmiylashtirish, soliq to'lash har birimizning fuqarolik burchimizdir. Bu yangiliklardan xavotirlanish o'rniga ularga moslashish va o'z manfaatlarimizni himoya qilish uchun hozirdan harakat qilish lozim. Bugun eshitgan ma'lumotlaringiz sizni ogohlantirishga va to'g'ri qarorlar qabul qilishga yordam beradi degan umiddaman. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Bu borada qanday savollaringiz bor? Yoki siz bu vaziyatga qanday munosabat bildirasiz? O'z fikrlaringizni va tajribangizni izohlarda yozib qoldiring. Biz har bir izohni o'qiymiz va imkon qadar javob berishga harakat qilamiz. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki oldinda sizni yana ko'plab foydali ma'lumotlar, qonunchilik yangiliklari va mutaxassis maslahatlari kutmoqda. Sog' bo'ling, aziz tomoshabinlar.